Assalomu alaykum. Bugungi davrani olib borish menga topshirilgan. Kechamiz hali uzoq. Davrada hammaga navbat yetadi. Sozandalarimiz sonni so'zlab olguncha sizlarga bir hikoya aytib bermoqchiman. Bu hikoya yaqin kunlarda Taqa mahallasida bo'lib o'tgan. U odamlar hozir ham bor. Mana ular. Mo'min. Yo'lda qorovul. Kim o qorong'ida o'ralashib yurgan? Ha, sizmidingiz? Assalomu alaykum. Yuring ketdi, anjira beraman. Assalom. Uning 40 yillik qadrdoni, kasbi yamoqchi. Mo'minning aytishicha 5 yosh kichik, o'zining aytishicha 7 yosh katta. Akasi. Mening nishonim u 40 bekor aytdi. Boshim kal, ko'nglim nozik degan gap shu kishiga aytilgan aslida. Qurnisa, Mo'minning xotini. Labbay. Yo, sizga emas. Sizga emas. Aha, mayli. Uni yashirincha kindachilik qiladiganlar bekor aytibdi. Bu bir ikkita ko'rolmaganlar tarqatgan gap. Dilorom, o'tmishda bir shoir aytganidek, chiqdi gulgun kiyibon, bo'ldi qiyomat hay, ana sarvu, ana qaddu, ana qomat hay. Nodir, shu qaddi qomat ishqida shoirlik tadiga giriftor bo'lgan. Zuhra, Mo'minning qizi. Bu shayton qizda gap ko'p. Matlab, o'zi Arabistonda injener. U arab tilida boloxonador qilib so'ksa, bizning ba'zi bir chalamullalar oyat o'qiyapti deb ko'ziga yosh oladi. Sog'indim. Sog'indim Zuhram. Saidmalik. Oldinlari Devrozda zargarlik do'koni bor edi. Hozir xo'jalik ishlari bo'yicha muavin. Lekin kamtarlik yuzasidan piyoda yuradi. Shafoat. Bozorda yurganingizda yuzning chap tomonida yo'l boshidagi xoli bor. Bir juvon yoningizga kelib, "Assalomu alaykum, aka, nima qidiryapsiz?" deganmi? Bu Saidmalik zargarning ikkinchi xotini. Bugun bozor kasod. To'rtta sujudni zo'rg'a pilladim. Ha, o'lsin. Voy, xo'jayin, to'xtang. Qayoqqa? Voy. Doktor. Bu kishini doktor desa ham bo'ladi, demasa ham. Ha, qayeringiz? Yo'q, rahmat. Ha, mayli. Doktor degandan demagan tuzuk. Chunki doktor sira ham bunday bo'lmaydi. Oqsoqol. Sobiq maktab direktori. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir pensioner. Aslida davrini olib borish shu kishiga topshirilgan edi. Lekin oqsoqolimiz qozonni birovga ishonmaydilar. Ha, endi shundaydir. Qilichbek, bu kaminayi kamtarin. Haligi Saidmalik zargarga shogird bo'laman. Aslida esa hamayli. Men o'zimni oxirida tanishtiraman. Voqea mana bunday bo'ldi. Hech qaraqasiga Sichqon sig'mas iniga g'alvir bog'lar dumiga. Ko'rpanga qarab oyoq uzatdi, humbar. O'zi bir so'zanaga suyanga yamoqchisan-u, dag'dag'al o'g'larni buzadi-ya. Yana nima deydi deng? 4 qop un, 2 qop guruch, 2 ta qo'y, 5 bosh oyoq sarpo deydimi-ya? Oy, kalla. Men to'y qilmoqchiman, to'ychi emas. Oy, xalqda oshini yeygan odamman. Or, g'urur, nomusim bor. Meni qiynab nima qilasan-a? Axir men senga Saidmalik zargar emasman-ki, shuncha narsani ko'tarsan. Og'irlarni ko'taraman deb yana umurtqamni sindirib qo'ymayman. Umurtqani ehtiyot qil. Shu dunyoda to'plagan narsalaringni narigi dunyoga yetaklab ketishga kerak bo'ladi. Qanaqa dunyo do'stim? Kambag'alda davlat nima qilsin? Kambag'al bo'lib qoldingizmi? Chaqov bozor shunday ro'parangizda bo'lsa, o'sha bozorga qorovul bo'lsangiz, Bu bilan nima? Meni tekinxo'r olib sotar demoqchimisiz? Qo'ying. Baribir bermayman, qizim, senga. Mayli, hozir siz bilan gaplashaman. Bor, yo'qar, ishingni qil. Hali ko'ramiz. Qizingni o'zi ikki qo'llab chiqib bermasanmi? Nima dedi? Bermayman deyapti. Galay. Bilishmaydi. Mol egasi o'ziga siqqanini so'raydi. Savdoni xaridor pishitadi. Yotig'i bilan tushuntirsa shu Abdusalom akam tushunar
Odam emas. Odam emas deyman, garang. Odam bo'lganda shu ishlarni qilarmidi? Ha. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Bo'ling, o'tiring. Yaxshilikcha o'tiring. Kabinada qol. Yo tavba, bu ikkalasi ham bir-biridan tajang. Bir-biridan qaysar. Ha sizlarni kim 40 yillik qo'shni deb aytadi-ya? Dadasi. Mundoq onangizni o'ylab ko'ring-da. Ha o'g'lingiz Diloromxondan boshqasiga qaramayman desa. Ha Diloromxon ham o'g'lingizni ko'rganda ko'zini suzib tursa, sizlarni urishlaring qayoqqacha ham borardi. Xudo ko'rsatmasin. O'g'limizni Dilorom gapni bir joyga qo'yib, uzoqlarga ketib qolsa nima qilaman? Yo'q. Xotiraman, 17 o'ladi. Ha? 17 o'ladi deyman. Nega o'lishadi o'ladi? Agar ularga bir kor qo'l bo'lsa, esida tursin. Ikki qo'lim sizga yoqilsa bo'ladi. Tushundingiz? Ayol kishi olib turib erkaklar gapiga aralashsa, bor shindan qolma. Ha. Mana shuncha jonivor kelishga o'layapti. Eslab qoling, bir kor qo'l bo'lsin, o'g'lim aytgani bo'lmasin. Dast ko'tarib daraxt tepasiga ketib qo'yaman, dodingizni Xudoga qilasiz. Tushundingiz? O'g'lim aytgani bo'lmasin. Voy tavba, bularga nima bo'lgan ha? Yolg'izgina o'g'lim ketib qolsa nima qilaman? Voydo! Bo'ldi. Bunisi bunaqa qilib tursa, bunisi ko'nmasa, nima qilish kerak, a? Boshim qotdi-ku. Bu garangni ham gapida jon bor. Boshqatdan gaplashib ko'raman. Millab salom. Absalom yo'q. Voy millab salom. Ha. Bu yoqqa chiqing, mayli men ko'ndim. Ishim ko'p, chiqmayman. Mayli men ko'ndim deyman. Ha, ko'rdingiz? Ha, endi bunisi boshqa ya. Mayli. Men ko'ndim do'stim. Lekin Yo'q, lekin lekin shuki, Ha. shu bir eshiklarimiz bir-biriga ro'para turgan ekan, shu to'yda ko'p xarajat qilmasdan to'yni bitta joyda qilaylik deyman-da. Nima deysiz shunga? Uni qarang-ya. Men mehmonlarni sizga olib kiraman-da, Ha, xuddi shunday bo'ladi-da. Idishtoq menikida bo'ladi. Xuddi shunday. Hech bunaqa bo'lmaydi-da. Meni orzu havasim bor. O'zi siz otangiz o'ziga o'xshagan qaysar o'jar odam bo'lgan. Shu devorda ham 450 bu yoqni olib qo'ygan. Uyingizda hali ham men 450 haqqim bor, xo'pmi? Otangizga o'xshagan tajang odamsiz-da o'zingiz ham. Ha. Shu ozginagina yerni deb, mani dadamning boshini chopib olishiga sal qo'ygan. Zo'r qilgan ekan dadam. Mayli. Shu 450 yoqda tursa, o'g'limi bor, buni sizga o'tkazib beraman. Rostmi? Ha, rostdan. Temir daftarlar Murod Akmetlardan. Xuddi shunday bo'ladi. Ha. Amin. Yoshlar baxtli bo'lishsin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum xudo. Yana muborak. Assalomu alaykum xudo, kuyovlar muborak. Qani ketmonni olib chiqing. Shoshmaycha dam olaylik-a. Bugungi ishda bugun bo'lgani yaxshi. Ochiq ketmonda. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, kelin ketdi yor. Abid bo'pti qorin ochdi, endi ketding yor. Hofiz Sheroziy shunday aytadi. Agar ko'nglimni band etsa, o'sha Sheroz jononing qaro holiga baxsh etdim. Samarqand Buxoroning. Hofiz Sheroziy ko'p saxiy ekan. Qani, eshitaylik Nodir ne degan? Ming Samarqand, ming Buxoro, hadya bo'lsin hol uchun. Menda havas yo'q. Mulki davlat mol uchun. Xohlaysanmi? Samoto'la yulduzlarni senga hadya etaman. Oldimni shoir bir cho'nta mol uchun. Yangi oyni sirg'ada taqdim etay. Zormidim, jezdan yasalgan hiyla mol uchun. Taraf qomatim alifga gol bo'ldi-ku. Kim qo'yibdi sevgini qattiq ko'k shol uchun. O'lmasdan kuydim vali. Robarim qoldi she'rim bunchalar behol uchun. Ular kim ekan? Bu bir dilorim. Dilimdan uyquni olgan, dilimdan og'ir olgan bu bir dilorim.
Yaxshing shoiram. Nechun bugun muhabbat tarzida turibman. Tugadi hijron, keldi salom. Endi bilgan shon. Dadam, qarang, devordagi ko'mrab yotibdilar. Ketdik, yordam bering. Shoshmang. Nima sabab? Dadamning fe'lini bilasiz. Haq gap. Nechun qo'rqasan? Axir bu yaxshilik alomati. Qulayotib ham chirigan devor to'ldirmoq bo'ladi ko'zingga g'ubor. Lekin oramizda devor yo'q. Ammo tirik devorlardan asrasin Xudo. Xudoga shukr. Eshikni qarang, eshikni. Mana deb. Yo'q. Yo'q. Allohu akbar. Dadajon, Yaxshimisiz? Bor, oyingga ayt. Yarim taroqqa pul bersang. Aroq. Nima qilasan? Kampres. Massaj. Oyi, bo'ldi. qazarman Bor, qo'ying. to'rtta kashkani to'g'rab, qo'g'irib olib keyin avakini beliga bosib olamiz. Taksiga borib meni bosasiz. Sizga bo'lsa beliga ham bosamiz. Yomon. Bo'ldi. Endi o'g'ilxonaga o'tiramiz, hech kim yo'q. Do'stim, mana oltinlarni olib qo'ying. Men o'zim ishimdan kechdim. Hadi, o'zingizga bersin oltinlarni. Endi do'stim mayli, xafa bo'lmang. Voy go'zal kakras keldi-da. Ana berga qo'yim bor edi. Ashuni qishda mashinaga solib qo'yib, saqlab yotasiz. Ko'zani topganmi? Anime o'yinga tushamiz. Niyat zaryatimi deyman, ha? Mana oldi bu zeri degan kim edi? Manmi man, ha? Devorda meni dalab qurgan. Sizni devorda dadangiz qurgan bo'lsa, devorda loying mani dalab qolib bergan, ha? Loy, devor qurgan odam yotib ketadi. Mana poytani ko'ryapsizmi? Ha. Mana mashina meni bobom o'ragan, ha? Mana kalisham bor. Mana arqonni ko'ryapsizmi? Buni meni bobom qassob bo'lgan. O'sha hayvondan qolgan. Bu ovda o'sha qassobniki. Hech qanaqasiga. Meni bobom Uyorxon sarboz bo'lgan. Ikkilaga o'shanda qo'ygan, ha? Chiqaraqa. Oltin meniki. Yo'q. Bermaysan. Nima bo'lyapti? Yana eshitdingmi? Hozir xotinimga aytaman, onangni ko'rsataman. Kiyana qilamiz. Arraga rozimisan? Arraga men ham rozi. Ana, O narsalarni ko'tar. amin. Allohu akbar. Ketdik. Shunga ko'rsatib bersan, o'zlari shoshdi. Nima boshlovdi? Sen kurortda turib sayohat qilib, yallo qilib yurasan. Men bitta o'zimda boyoqliga o'xshab o'tiramanmi? Bo'ldi, bu kurort emas, komandir emas. Bilmayman, jo'natmayman. Nima men senga boyoqchimanmi? Nima voy. Bo'yda tinchlik bormi o'zi? Tinchlik yo'q. Seni rastingdan tinchlik yo'q. Nima men senga xotin emas? Mana bu tillarda qiljoqlaringni bozorda olib borib ko'rsatadi. Men tirik o'g'irchoqmanmi? Bo'ldi. O'zingni bog' sekinroq qo'shla.
yoki ikkalamiz salomot tilamiz. Ne aytgansan? Nima bo'ldi? Ay, hammasini qoyil qildim xo'jayin. Mana 2000 so'm. Shu tanni cho'zing. Barakalla. Sen menga shogirdgina emas, tug'ishgan ukamdan ham afzalroqsan. Shu safarda eson-omon qaytib kelsam, katta to'y qilib boshingni ikkita taqib qo'yaman. Rahmat xo'jayin. Rahmat. Ha, o'zi qayerga otlandingiz? Odessaga, Istanbulga. Mollar bor. Ha, meni yubora qoling. Yo'q. Bu safar muhim ish. O'zim bormasam Ha, bo'lmaydi. muhimini ham qoyil qilamiz. Bu ish ammangiz emas. Sen hali hukumat odamlarini bilmaysan. Ular juda ham usta bo'ladi. Lekin men ham chakki emas. Yo'q, yurakni yordingmi? Chaqir. Ha, kiring qo'shni. Assalomu alaykum. Qisirda yo'qlasak bo'ladi ekan. Hozirgina siz tilga olib turgandik. Ha, yaxshini yo'qlar hisob deganlar. Mashoyixlar. Oling. Ayyo. Oling. Yo, biz umrimiz ishga odam emasmiz. Bir olsinchi. Ayyo, buni shaytonni suvi Mana, deydi. Oling. Mana shaytonni suvi bo'lsa, bir tomsin to'kib tashladi. Shaytoni qoladi. Oling. Shart, ana. Oling. Ana. Bu uzunda suvi. Shifo beradi. bo'ldi. Endi qo'shni. Shu desangiz, men keliniz bilan safarga ketmoqchi edim. Uyda 3-4 ta narsalar bor. Shular sizga olib chiqib tursam deganim. Nima deysiz shunga? Mayli. Boring, uka. O'sha narsalarni uyimga olib chiqib qo'ying. Bor. Endi Abdusalom aka biz tomonga qaysi tomonlar uchirdi? Ha, o'zi men bitta narsani bilgani chiqqan edim-da. Ha, shu kunlarda bitta oltin qancha bo'lyapti? Oltin hozir juda ko'tarilib ketgan. Bir donasi 220-250 so'm turadi. Ha, bittasi 260 so'm. Bittasi 560 so'm. Ha, shu bitta tillar chiqib qo'ydirmoqchi edim. Tillatish? Hoppa qo'shni, tuya hammomda orzu qildilar. Hali siz odam-u, biz tuya bo'lib qoldikmi? Ha? Kerak bo'lsa, shu uyingizdagi hamma narsani sotib olishga qo'rqim yetadi. Ha? Men shundagina oltin bilan to'layman. Hey, siz meni kim deb o'ylayapsiz? Bilasizmi men kimman? Kimsiz? Men hukumat odamiman. Tillalarni qayerdan oldingiz? Tillalar odamdan qolgan, o'zimniki. Abdurasul qassobda o'lib ketganiga 40 yildan oshyapti. Tillasi tugul, po'stagi ham qolmagan. 43-yil bola chaqam och qoldi deb otangizdan qolgan dandan sopli pichoqni sotganingiz esingizda yo'qmi? Tilla bo'lganda o'sha vaqtda o'zlayotgan bo'lardingiz. Yolg'on deb bilgan odam gapirsin. Tillalarni omardingizmi? Ha, yo'q ha. Nafasingizni yelib ko'rsa. Men sizni xiyonatli, halol kishi deb yursam, odamni orasi ichida bo'lar ekanda, a? Siz meni kim deb o'ylayapsiz o'zi? Topdim. Tillalarni tilla magazindan olmagansiz. Hozir xabar qilaman. Ha, yo'q. Menga Keling, qo'shni. hukumatdan narsa muhimroq ish yo'q. Ha, keling, qo'shni. Qo'ng'iroq qilmang. Yo'q. Keling. Qo'ya qoling shuni. Yo'q. Qilaman. Keling, qo'ya qoling. Yo'q. Hali siz menga pora ham bermoqchi bo'lyapsiz. Oling. Yo'q. Olmaysizmi? Hali siz hukumat odamisiz. Hozir militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Raqam nechi-ya? 02. Ha, 02. Yo'q. Iltimos qo'ysa keling. Qo'ng'iroq qilmay qo'ya qoling. Oltilaringiz qayerda turibdi? Toktaga yo'q qo'ygan. Yering sen meni, yering. Ancha. Hozir menga kirib ko'rsatasiz. Hammasini o'zimizdan sotib olaman. Hech kimga bermaysiz. Buni olib qo'ying. Qancha? Yuring, endi menga ko'rsatasiz. Hamma tillaringizni o'zim sotib olaman. Ket. Xo'jayin,
Tog'lardek qanot chiqarib qayaga uchib ketishdi ekan. Ya bizni xo'jayin tog'ning tagidan mahbumlashib turibdi. Yoki u yerga biror narsa ko'ndirmoqchimikan? Yo'q, bizni xo'jayin bunaqa anoyilardan emas. Ya, mana kelishyapti. Absalom aka, berkitgan joyingiz yaxshi. Lekin yana ham ehtiyotkor bo'lish kerak. O'sha yerga bizni olamarni bog'lab qo'yamiz. Ha yo'q. Mo'min ko'nmaydi. Aldang, abrang ko'ndiring. Ko'nmasang qizimni bermayman deng. Ha nikohda o'qib qo'ygan. Qanaqa nikoh? Ko'nmasa to'y bo'lmaydi. O'zim sizga qida bo'laman. Qilichbekdek kuyovingiz bo'lsa yomonmi? Ana vaqtingiz ochilib qoldi Qilichbek. Endi bir gaplashib ko'raychi. Ha? Tezlashtiring, tezroq. Mayli, yuring. Yuring. Alloh farzand kelsangiz oshing. Tillalaringizni sotib olaman. Yana kimdan? Abdusalom aka yamoqchimi? Yo'q, bu kishi yamoqchi emas. Uning boshqa kasbi bor. Haqiqiy sinov endi boshlanadi. Ko'ramiz. Nodir, sening muhabbating kuchlimi yoki xo'jayinning tillalari? Xo'jayin! Hammasiga tur. Shaxtdan ko'tarilgan tong yulduziga mening zuhram deya yolborganlarim. Voy, shoir bo'libsiz-ku? Ha, sening ishqingda shoir bo'ldim-da. Ay pichoq. Voy, aka. Ay pichoq, shuni darmon bo'ldingmi? Voy, yo'q. Matlabjon og'ayni, o'zingmisan? Nodir, o'zingmisan? Keldingmi? Keldim. Bu yurgan daryo, o'tirgan bo'yda. Bir sakrab sen o Arabistonliklarni ko'rib kelding, Majnunlar yurtini ko'rib kelding. Ha, Biz bo'lsa yuribmiz ekanda. ha, men Al-Iskandariyada bo'ldim. Qohirada ham bo'ldim. Lekin O'zbekistonimning bir siqim tuprog'iga alishmayman. Uni qaytib kela qol. Muddat qachon tugaydi? Yana bir yil. Voy, bir yil. Hammamiz ham seni izla sog'indik. Ayniqsa pichoq. Nima? Pochtaga kelganda, aka menga ham pochta bormi? Voy, dadam. Biroz kasal bo'lib qolgandilar. Keyin gaplashamiz. Ko'rmaysanmi? To'y muammolari bilan yurib, biroz charchab shekilli. Shunaqa ertamanda kechda bir baqiryapti. G'alati kasal bo'ldim. Bilmayapman. Unda doktorga ko'rsatish kerak. Doktorga, ayamni bilasanmi? Ayam aytishi bo'yicha xudolar bilan devor buzayotganda, devorning ichida ya'ni jinlar bo'ladi-yu. Har etib yelkasiga gap deb qo'yapti-da. Shunisi yomon bo'libdi-da. Shunday mo'min odamning yelkasiga qo'nib olgan bo'lsa, bekorchi jin ekan-da. Aytasan. Endi bu O'zingdan gapiraymi? Do'stim, ketishim kerak men axir. Meni hisobotlarim bor, ketishim kerak. Uzr. Bu tanishtirmabman, uzr, yodimdan ko'tarib. Bu meni sherigim Arab. Tanishib ol. Ha, Arab. Assalomu alaykum. Garang. Nega garang deysan? Salom deyapti-ku, axir senga. Senga nima yomonlik qildim-a? Men sendan oltin so'rab edim. Ol oltinlayin.
Oyingni chaqir. Oyim! Ey yoshligim, meni doim shunday asra. Ey Xudo, men senga nima yomonlik qildim a? Mulla Mo'min! O Mulla Mo'min! Mulla Mo'min! Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Keldik, O'tiringlar, ha. Bemavridroq kelib qoldik shekilli-da. Ha. Shu Mulla Mo'min, ahvollaringiz qalay? Sizga nima? Nima? Ha, yaxshi, yaxshi. Rahmat. Mulla Mo'min, shu bir gap bilan kelgandim men. Kecha mahallani 3-4 faollar yig'ilib bir o'tirdik. Maslahatlashdik. Maslahatlashib o'tirdik. Shu desangiz bir shu rasmiy Yuragim sanchiyapti. Yuragim sanchiyapti. urusham hammamiz yuragimiz olib ketdi-da. Yana tursangiz yana og'riydi. Shu suratingiz juda zo'r tushdi. Xullas, Mulla Mo'min, gap bundoq. Kecha biz mahalladagilar bilan yig'ilishib gaplashdik. Shu to'y qilaman deb qiynalib qolgan ko'rinasiz. Nega desangiz, shu 3-4 kundan beri hech kimga qo'shilmaysiz. Odam bo'lib qolibsiz deb eshitdik. Mulla Mo'min, siz hech qayg'urmang. Mahalla bilan yig'ilib to'yingizni zo'r qilib o'tkazib beramiz xonim. Hech qayg'urmang siz. Qayg'urmang. Mana bu so'yoldan ozroq oling. Yo, yo, Oling, yo. Mulla Mo'min. Yo, yo. Oling. Mulla Mo'min, axir nega bunday qilasiz? Mahalla sizga kuyikmasa, kimga kuykadi axir? Siz bir qo'shnilarga o'xshab o'g'il mushukda yashamasangiz, topganingizni mahalla bilan bo'lsangiz, Mulla Mo'min, kuyikmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mahalladagilar bilan birga o'tkazib beramiz hali, Mulla Mo'min. Hech kuyikmang, Mulla Mo'min. Yig'lamang, Mulla Mo'min. Yig'lamang, Mulla Mo'min. Yig'lamang, Mulla Bo'ldi. Mana ikkalamiz ham o'zimizni bosoldik-a? Ha? Bosoldik. Mulla Mo'min, shu men ham pensiyada jim yurmayman-da. Ha? Yurmayman. Narigi mahalladagi sotoldi, shu yoshli xotini bilan aytishib qopti. Men bir borib bularni yarashtirib kelaymi? Yarashtiramiz. Endi bizga ruxsat. Amin. Shu uyda to'y bo'lsin. O'sha qarsin. Allohu akbar. Mulla Mo'min, bo'ldi, chiqing. Oldiga tush. Mulla Mo'min, hech kim chiqolmang. Boshingizga ko'tarib bering. Hali aytdim-ku hammasi yaxshi bo'ladi deb. Men seni ichingda yurayman. Yo'q, men seni davlatga topshiraman, ha, davlatga. Sen hali katta imoratlar bo'lib qad ko'tarishing kerak, ha. Men buni haqida eshitsam keyin.
Men buni davlatga topshiraman, ha, davlatga. Bu hali katta imoratlar bo'lib qad ko'tarish kerak, ha, bog'chalar, maktablar, choyxonalar. Ey bola, maktabga tashlatmay nega sinadi, ha? Nodir hozir maktabi bu. Yo'q, men buni hech kimga bermayman. Mana bu xotdan ichida hammasi oltin. Oltin. Men buni ana devorimiz kelib qoldim, ha. Aytdim. Ana devorni buzmay dedim, ha. Xotinni gapga kirmay yerda ahvoli shunda. O'sha devorni jini illashadi dedim men sizga, lekin buzdingiz. Ana xotinlar holga kirmagan edi shu. Salom, men ham buni nayra qilib olib qo'ymoqchi, ha. Men bunga bermayman. Soppa-sog' yurgan odam bir kunda jinni bo'lib qolsa-yu. Xotinni gapiga kirish kerak edi. Voynot, sharmanda bo'ldim. Men buni davlatga topshiraman, ha. Davlatga. Men buni davlatga. Tur o'rningdan ketdik. Yur, ketdik. Ahil yarim kecha. To'xtang. Yana bu yoqqa ket. Bu yoqqa ket. Bormayman. Bu yoqqa ket deyapman. Qo'rqaman. Erkalama, el. Mana shuni yarim olib qolsang nima bo'ladi? Yarim olib qolsang. Yarmisini olib qolsang nima bo'ladi? Yarmisini olib qolsang. Men buni. Ay buni ayol kishi ishonish? Yo'q, men buni ayol kishi ishonmayman. Meni baxtim uchun? Ha? Menga bunday baxt kerak emas. Axir baxt mol-mulk bilan o'lchanadimi? Qizim, sen ocharchilik, so'qqirchilik ko'rmagansan-da.
Sen boylik baxti nimaligini bilmaysan qizim. To'g'ri dada, men sizga ishonaman. Lekin siz shu bir hafta ichida o'zgarib qoldingiz. Rostini ayting, shuncha mol-mulkni qayerdan olyapsiz? Xudo yetkazayapti qizim. U o'zi rizqimizni beryapti. Agar qizim desangiz rostini aytasiz. Uzumni nega bog'ini surishtirmay qo'ya qoling qizim. Axir o'zingiz meni halol o'stirgansiz-ku. Haromdan o'zi Xudo saqlasin qizim. Agar shu e'tiqodingiz bo'lsa, nega xalq ichida haromxo'r degan Said Malik bilan opoq-chapoq qilib yuribsiz? Yoki meni baxtli qilmoqchimisiz? Qani? Yo'q, bo'ldi. Men ortiq chidolmayman. Uyingizdan ketaman. Ketaman. Ha, ketaman. Qayoqqa? O'sha so'tak nodirni oldiganmi? Ha, o'sha so'tak nodiringiz Minta Qilichbekingizdan afzal. Hop, ketasizmi hali? Shunaqami? Ketaman. Ha, men hozir dugonangiz kelib qoldi. Ko'rsataringizni ko'rsataman. Keyin gaplashamiz siz bilan, xo'pmi? Dada, to'xtang. Eshitdim, hammasini eshitdim. Men senga o'z dardimni aytgani kelsam, seniki menikidan 10 chandon ko'p ekan. Chunki mening otamning dardi senikidan 1000 marta afzal. O'zini qizini majburlab erga beradigan otalar zamoni o'tib ketgan. Undan ko'ra ayt, kimga bermoqchi ekan? Ana o Said Malik zargar bor-ku, o'shaning gumashtasiga emish. Voy, kim ekani? Ko'rdingmi? Yo'q, bugun kelar ekan. Kim bo'lsa ham oldimga solib qo'yib ketaman. Unday qilma. Yo'q, bolam, xafa qilish yaxshi emas. Kulyapsanmi? Men olaman desam, sen kulaman deysan-a? Boring. Bir fikr keldi. Kel, bunday qilamiz. Qulog'ingga. Voy shaytoni! Ular kelyapti. Absalom aka, voy Absalom aka. Bu uyda kim bor? Kelsinlar. Keling men ham. Ha biz Absalom akaga tegishli odam bo'lamiz. Biz ham salonga tegishli odammiz. Biz Absalom akaning kuyovi bo'lamiz. Ya, botiganmiz-da. Hadi hakki olamiz. Aslında nomer beyazını çıkardı. Qani o'tiringchi. Bizdan bo'lsa. Qarindosh bo'lib. Yo'q, qo'ying. Qani. Ya. Telefon nomeri. Aynen öpeyim. Yok, telefon uzun karta çıkardı, karta nomer dikmiyoruz. Qanchalar beryapsiz? To'g'rirog'i endi kuyov bo'lmoqchimiz. Ya, bu qanday ta'lim? Abdulla meni kuyov bo'lmoqchi. Yok, yok, mana. Aynı etmez ona. Ha, bu siz bo'lmasa qanchani deganasiz? Jiyaniga emas, qiziga. Eshitishimcha Absalom akaning bitta qizi bor. Diloromga. Bir buluş Ya, geliyor. men Ben kızıyla buluşturuş geliyor. Doğru? adashyapsiz. Sen iyi, Menimcha toplayın. siz adashyapsiz. Biz kecha Absalom akaning roziligi bilan nikoh o'qiganmiz. Hadi bir hafta oldin axir umrlar 8 o'tib keldim. Mana 8 bo'ldi. Va biz tomonda shariat, Ha, qonun biz tomonda-ku. Absalom akani chaqiramiz. Hey, mag'lasam salonga. Dilonam chaqiramiz. Yerga berayotgan Absalom aka. Ya, yigit yaxshi dilonam-ku. Absalom akani chaqiramiz. Ya, nima? Ya, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tiring, o'tiring, qani. Ha, bu kuyovingiz bilan so'rashmadingiz? Ha, uni qo'yavering. Kecha dadasini oldiga ko'rsam, so'ngga paydo bordi. Ha, shu desangiz men ham sizni oldingizga ikkita xabar olib keldim. Hop, ana birinchisini ayting. Xush xabar, xush xabar. Birinchisi shuki, haligi siz aytgan turdan 10 shot olib qo'ydim. 10 shoda. Ha, shuni ko'rib ham qizim yo'q desinchi. Ham yo'nday qizdan voz kechaman. Ha, qani ikkinchisini gapiringchi. Ikkinchisi shuki, yaqinda xo'jayin kelar ekan. Hop. O'shanga hech qayerga chiqmay turar ekansiz. Ha, bo'ldi. Ha, shuni birinchi xabar qilib aytmaysizmi? Ha, yoshsizda yoshsiz, mayli. Men unda Haloxon torani tayyorlay. Devzirang guruchman bor. Ha, so'z olib kelishim kerak. Hozir bozorga chiqaman-u kelaman. Shu yerda qimirlamay o'tirib turing, xo'pmi? Qani bir Diloromni ham ko'raylikchi, anchadan beri ta'rifini eshitib, hech ko'rmagan edik. Dilorom, Voy, yuragim tushdi.
Chiroqmisizda? Qanday nafis, qanday chiroyli ovoz. Dilorom, men sizni ko'rishga ko'pdan beri mushtoq edim. Va nihoyat erishdim. G'oyat baxtiyorman. Men baxtiyorman. Dilorom, uyalmang. Gul yuzingizni bir ko'raylik. Voy, Bu qalam qosh, bu qaddi qomat faqat Diloromda bo'lishi mumkin. Dilorom, siz meni yaxshi ko'rasizmi? sizchi? Ay yaxshi ko'rmasam, ko'yingizda sarson sargardon bo'lib yurarmidim? Muhabbatingiz rostmi? Ha, rost. Lekin siznikiga shubham bor. Xo'sh. Nodir degan yigitni taniysizmi? Akammi? Akam, Voy, anavi Nodirmi? Ha, men undan kechganman. o'zi to'g'ri aytishgan ekanda, go'zallarda vafo bo'lmaydi deb. Dilorom, muncha shirinsiz. Men sizni shunday yaxshi ko'ramanki, Qanday isbotlaysiz? ont ichaman. Nima bilan o'tachasiz? Ont ichaman, ko'klar do'zaxlar, yer sanama senlar faraqlar. Eng oxirgi ko'zing yoshingu, lablaringning burmalari-yu, ont ichaman, ayshla kulfatla, ont ichaman, bor muhabbatla. Iblis. Topdingiz, Lermontov, Usmon Nosir tarjimasi. Nega qarang? Nega nima edi? Qilichbek, Ko'rinishidan so'zsiz odamga o'xshaysiz. nima? Yo'q, men sizni menga odam emas dedimmi? Siz o'g'ri ekansiz. Ha? Ko'rdingizmi? Siz bor muhabbat o'g'risi ekansiz. Ha, shunday demaysizmi? Voy, sadammi? Ya, demasmi? Bilaman. Ha, har holda bizni birga ko'rmasinlar. Mayli, xiyobonda oqshomda kutaman. Обязательно keling. Ha, bundan nima? Birov uyiga ruxsatsiz kirib olaman. Nima qilasiz? Ko'p gapirma. Olgan narsangni joyiga qo'yib qo'y, ha. Ha, men nima qilyapman? Olgan narsangni joyiga qo'yib qo'y. Ha, men yo'qsidan olganim yo'q. O'zingni go'ylikka solma kalamush. Nima olgansan, mana tillolarini olgansan, ha, ulayotgan. Agar men sen tillolaringga tekkanim yo'q. Aldama. Qo'y, aldaganim yo'q, o'zingni bor, qo'shnilarda ishladi. Eshitsin. Hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Qurol etishir. Shu qurol. Joyiga qo'yib qo'y deyapman. Olganim yo'q deb, Aldayapsan. o'zimnikini yarmini beraman. Qurol etishir. Qo'y. Yo'q, shu. Aldama, qo'y. Hozir otib buni qo'yasan, oy. Shu qurolingni. Yasha. Qo'yib qo'ysak. O'ldirma. Ha, lamdovur bo'lmay keting. Sal qon sotib qo'yardi. Qani qayib turmasdan ko'taring. O'lim deb qo'ysan, nima qilaman men? Tashvishlanmang, go'shin mo'yatdan o'ziga keladi. Ha, yaxshi. Xo'jayin kelibdilar. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshimisiz? Assalom. Qilichbek, sen chiqib tur. Qani o'tiring. Yaxshilarni sotib keldim. Mana bunaqa narsalarga his qo'yish yarashmaydi. O'z qo'lingizni o'zingiz bog'lab berasiz-ku bunaqada. Pulinga ham o'zing ham qurib ketgan. Yo'q, o'zim shunday. Ha, mo'min tillasini yo'qotib qo'yibdi. Agar olgan bo'lsa, joyiga qo'yib qo'ying. Tilla xumchada. O'zingiz ko'rgan joyda turibdi. Undan xavotir olmang. Ertaga o'zingizni qo'lingizdan sana olaman. Ha, militsiyaga xabar qilaman deya. Xavotir olmang, bormaydi. O'zidan qo'rqadi. Yurak bor bunda. Ha, o'zi bormasa o'g'li boradi. Ha, o'g'li bormasa xotini boradi. Xotini yomon. Boshda o'ylab ish qilish kerak edi. Endi bu yog'iga nima qilamiz? Topdim. Ha, Uni jinniga chiqaramiz. ha ishonisharmikan? Ishonishadi. Ikkita choyxonaga borib aytsangiz, butun shahar biladi. Ha, yo'q. Tilla jinnisi bo'lib qopti deng. Men hozir jinnixonaga telefon qilaman. Poplab adabini berishadi. Aytgancha, buni oling. Nima bu? Gul, bardam bo'ling. Qani ketdik. Bering.
Ajoyib. Dugonalaring bir-biridan mehribon, bir-biridan go'zal ekan. Qilish kerakdi. Menga qara, senga aytgan gaplarim esingda, qulog'ingda tursin. Jondilarim, men kim boraman? O'zing gaplash. Men bu yerdaman, shu yerdaman. Salom. Salom. Meni tanimadingizmi? Yo'q, tanimadim. Men Diloramning dugonasi bo'laman. Iya, ha, shunday tanishib qo'ysak. Zuhra. Dilorom kelmadilar. Ha, Diloramning eski kasal tutib qolgan edi. Shunga sizni kutilmay deb men kela qoldim-da. Rahmat. Lekin Diloromga aytadigan zarur gapim bor edi. Menga aytib bering. Bu oila siri. Bilasizmi? Biz Diloram bilan juda yaqin o'rtog'imiz. Uning taqdiri, mening taqdirim, mening taqdirim, uning taqdiri. Tushundingizmi? Tushundim, juda yaqin o'rtoq ekansizlar. Juda yaxshimisizlar. Ha, mayli. Said Malik Zargar bilan nega Diloramning dadasini aldab yuribsizlar? Tushunsangiz edi, men ham egalik qilman. Men aslida Diloromga uylanmoqchi emasman. Uylanmoqchi emassiz? Ha, Diloromning otasi jar yoqasida turibdi. Nima? Diloram qarshingizda. Ha, qani u? Mana men o'sha Diloram, Zuhra bu yerga kel. Bu tomoshalarning boisi nima? Men Diloram, bu Zuhra, bu tomoshaning boisi esa qopqon. Ha? Men tuzoq qo'ydim birovga, oqibat tushdim o'zim. Hozir sherxonlik vaqti emas. Ha, mayli, hammasini tushuntirib beraman. Aksionaga kelyapti. Ketdim. O'zi hammasiga o'sha Zariyani aytdi. Meni o'sha yo'ldan urdi. Bo'lsa men yaxshi qolgan umrimni toat ibodat bilan o'tkazib, Ka'batullohga borib har safarda o'tkazmoqchi edim. To'ppa to'g'ri. Aslida sizni aqldan ozdirgan o'sha oltin. Uni sarf iblisda bekorga aytishmagan. Aynul insa bag'itmas. Ha, bu oyatmi? Yo bir Bu arab maqoli. Ko'zning ochligini tuproq to'ldiradi. Endi ukajon, siz meni bundan buyog'iga film bo'lasiz. Bo'ladi-da. Meni bir nima qilib bo'lsa ham shu Ka'batullohga olib boring. Sizning itoatingizni qabul qilaman. Juda hurmat qilaman. Lekin sizni Ka'batullohga olib keta olmayman. Nega? Axir Ka'batullohga halol mehnat, peshona teri bilan topilgan pul bo'lishi kerak. Joniga. Shu oxirgi niyatim bor. Shu qizim topilsa bo'ldi. Narigi dunyoga piyoda borishga ham roziman. Narigi dunyoga piyoda borishning hojati yo'q. Odamlar o'zi ko'tarib olib borib qo'yadi. Agar men aytganimni qilsangiz, Mo'min. Mo'min. Gel, sen de yanımda. Shuncha bir g'aming bor ekan, nimaga menga aytmading, ha? Ha, oldingi o'zimni ko'rib qo'ygan ekan. Sen ham meni kechib boshingga qancha kulfatlarni soldim. O'tgan ishga salovat. Endi o'zi bugun ana u savdogar kelib, tillalarni olib ketmoqchi edi. Shoshma. Ha. Shoshma. Mana. Ha. Mayli. Sen uni o'ylama. Biz u kelguncha, bankda bo'lamiz, bo'ptimi? Bu tiralar berib olgan bo'lamiz. O'shuning uchun ketdik, shoshilish kerak. To'xta. Ha. Hech bo'lmasa bitta olib qolamiz a. Yo'q. Haftadan keyin to'yib qo'ygan bo'lsak. Nima qilasan a? Buni ko'rish bugun ovozini eshitsam ko'nglim g'alati bo'lib ketyapti-da. Hech bo'lmasa sanam ko'raylik. Mayli. Sen ham sazing o'lmasin. Men orqaga qarab turaman. voydod, voydod qo'shnijonlar, oltinlarimdan, tillalarimdan, marmarlarimdan ayrilib qoldim. Voydod. Nimaga bezak? Yo'qa berma.
Mo'ylavingga o'tishsin. Ha, og'zingdan qoning kelgur. O'zim ham aytdim, quyosh qayerdan chiqdi ekan deb. Narsalaringizni bemalol biznikiga olib kirib qo'ya qoling emish. Ha, yuvosh bo'lmay ketingsiz. O'g'ri! Ber bu yoqqa. Ber marmarlarimni. Ha, bu davlatniki-ku. Qanaqa davlat? Nimalar bo'lyapti? Va? Ha, men bu bo'xtonchilarni juda ham yaxshi bilaman. Mana bunisi qip-qizil jinni. Kim jinni? Bunisi g'arb bo'xtonchi. Qancha qanaqa Bo'xtonchi. Bo'xtonchi Va emas. tillalarimizni olib hukumatga topshirib olmoqchimiding, ha? Ketdik xotin. Ketdik. Ko'radi buni. Bo'xtonchilar. Men Qilichbek emas, politsiya leytenanti Anvar Maqsudovman. Tanishib qo'yaylik. Qilichbek endi yo'q. Said Malik ham endi yo'q. O'zi qachilgan chuqurga o'zi tushdi. Shunchayam qo'ynimda qora ilon saqlab kelgan ekanman-da. Qora ilon, el xazinasi ustida yotgan qora ilon aslida kim? O'zlari emasmi? Mana bu halol oilaning yoshiga og'iz olgan qora ilon kim? Baribir isbot qila olmaysizlar. Aytgan gaplaringni hammasi bo'xton. Mana men isbot qilaman. Men ham isbot qilaman. Isbot qila olmaysizlar. Ular isbot qila olmasa, mana bu isbot qiladi. Mana oxirgi surat. Olaparning yoniga tushib tirnog'ingiz bilan yer qaziyotganingiz. Baribir isbot qila olmaysan. Bularni men olgan emasman. Oltinlaringdan. Qani oldimga tushing. Tashqari mashina kuyapti. Baribir isbot qila olmaysanlar. Voy. Endi men nima qilaman? Battan. Sendan maslahat so'radim. Shuncha tillalarimdan, marvaridlarimdan ayrilgan davlatlar uchastka. Endi yerdan ham ayrilamanmi? Sig'ida yoshlarga tegib olmabdi-mi? Senlardan ham maslahat so'raymanmi? O'z yerim turib boshqasiga tegamanmi? Do'stim, oling, men o'z urishimdan kechdim. Mana shu sizga. Ya, Bemalol. ha bu devorni bizga siz emasmi deysiz? Hayyo! Oling, ichidagi anular taptalar sizniki-yu. Yo'lingizni balo Anu siz dadingiz qo'yni ham, echkini ham, molni ham so'rgan-ku. Arqon siz dadangizga tegishli emasmi? Hayyo! Oling, sizniki. Ichidagi anu kalish bor ekan, sizga tushgan. O'sha sizniki. Oling. Yo'q. Mana. Qani o'tir. Oldi qani. Qani qo'yadi? Men qanaqa dekanim yo'q. Tashvishlanmanglar. Oltinlaringiz allaqachon davlatning po'lat sandig'ida. Ay xudoga shukr. Dunyomiz rozi bo'lsin. Kechirasiz Abdusalom aka. Biz sizni qamoqqa olishga majburmiz. Nega? Siz oltinni yashirdingiz. Yashirib gida qo'ymay, davlat jinoyati bo'lgan Said Malikka sotmoqchi bo'ldingiz. Buning ustiga qizingizni o'zi sevmagan insonga, ya'ni menga turmushga chiqmoqchi. Axir men oilali odamman. Mana oldimga tushing. Mana endi qamoqxonada gazingni olasan. Sening ustingdan ham kuluvchilar bor. O'z vaqtida xabar bermaganingiz uchun sizni ham qamoqqa olishga majburmiz. Sen nima qilding? Nurayda, birovni yuzida. Sening ustingdan kuluvchilar bor bilib. Mayli. Menga demasiz ham roziman. Faqat ana u bilan qo'ymang. Mayli, ikkalangizni alohida xonalarga qo'yamiz. Mana Do'stim, 40 yillik oshna og'ayni bo'lsak, ha? Endi shu bilan yana qachon ko'rishamiz? Yo'q. Odam ketyapti-ku. Militsiyajon, tavba qildim. Oxirgi niyatim bu. Shu qizimning yuzini bir ko'ray. ha mayli. Oxirgi iltimosingizni bajaramiz. Nima dedi? Meni xotinim o'zi topib oladi, qo'yaman. Voy, dadasi! Sizni topib keldim. Sizlar o'rishlayni dastida mehmonxonada yotib yurgan ekan. Mehmonxona
yozaman. Yozaman. Qo'y, buni qo'y, meni qanashyapti. Ha, mayli, mayli. Men bilan o'rtog'imni qanashyapti. Voy nega? Bemor qani? Bemor qamalib ketgan. Yana qanaqa spravka bu dunyodan tartibga qo'shib turadi turibdi. Sizga o'qon qilmaymiz. Ertaga jinnixonaga borib, jinnilar ro'yxatidan o'chirilib kelasiz. Bu talabalarni oling. Avvalo xalqimizni so'raymiz. Odamlar, shu meshor peshona, shu tillalarga aldanib, oltin vasvasasiga tushib qolib, meni ishlarga qo'l urmadim. Meni kechiringlar. Ha? Nadalarimizni kechiring. Biz qaytib qilmaymiz bu ishni. Voy, meni erimni ham kechiringlar. U yaxshi odam, tilla o'g'irlamagan. Kechira qoling, u leytenant. Tavba qildim. Boshqa qaytib oltin topmaymiz, ha? Tavba qildim. Kechira qoling. Bizga oltin ne kerak? Oltin muhabbat birlamiz. Pokiza ishq deb atalgan garchi davlat birlamiz. Yoringlar munis diyorga chin sadoqat birlamiz. Dilda yor birladi, yor mehri misoli kimyo. El yurt farovonligidan o'zga ganj bormikan? Biz ham saodat birda, saodat